Assalomu alaykum. Bizning kanalimizda ishlaydigan muxlislar, bizda sotib ko'rib turgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Hamda mana bunday arashan, toza, yarichka qo'zi so'liq qo'chqorlarni, xudo xolasa ishlaydigan muxlislar. Akalar, xudo xolasa bugun hafta kunimizga dushanba 2026-yil, xudo xolasa 26-yanvar. Akalar, xudo xolasa biz yana o'sha Namangan viloyat, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, o'sha arzonchilar, o'ptimchilar qishlog'i Husanboy ukamiz xonadonlariga yetib kelganmiz. Akalar, videoni boshlashdan oldin bittadan like tugmasini bosib, xudo xolasa kommentariy yaxshi izohlar qoldirib qo'ying. Hammamizni qo'rg'onamiz, mashina qo'zlardan 100 talab, 1000 talab boqish nasib qilsin degan, xudo xolasa holatda. Akalar, biz video syomkalarimizni boshladik. Xudo xolasa bugunga yana Husanboy ukamiz xonadonlariga yetib kelganmiz. Mashinaqa arashan qo'chqor va so'liqlarni, yarichkalarni xudo xolasa yetkazib olib kelibdilar. Shularni birma-bir bilan ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Akalar, xudo xolasa videolarimizni e'tiborsizlik qoldirmasdan, o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib tursangiz, narx-navolargacha xudo xolasa provozdan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hormang Husanboy. Salomatman Asrar aka. Assalomu alaykum obunachilar, o'rmanglar, charchamay yaxshilar. Aka, adolasa bugun ham qo'ylar zo'rlari keldi. Zo'rlari keldi, xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'rib bittadan like bosib tursin aka, adolasa birma-bir olib chiqamiz hammasini. Hammasini olib chiqib beramiz. Xo'p, birinchi partiyamizga bir dona qo'chqor, bir dona so'liq, ha? Ha, shunday. Xo'p, akalar, mana bir dona qo'chqor, mana o'zimiz qo'chqor ekan. Xudo xolasa mana so'liq. Xudo xolasa bir dona qo'chqor, bir dona so'liq birinchi partiyamizga. Ha, birinchi partiyamizga shu aka. Ikkinchi partiyamizga mana shu yarichka urg'och so'liqlardan bor. Ha, bor. Xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'rib tursa, Bo'g'oz so'llar, zo'rlari ham bor aka. bo'g'oz so'liqlarni ham zo'rlari bor, aloqaga chiqishaveradi, ha? Ha, aloqaga chiqishaveradi aka. Xo'p, birinchi qo'chqorimizni ma'lumotlarini berib o'tsak, Husanboy qo'chqorimiz qayerdaki? Qanaqa qo'chqor? Qirg'iziston aka, adolasa. Qirg'iziston Qo'zi qo'chqor aka. qo'zi qo'chqor. Xudo xolasa, akalar, mana Qirg'izistonda qo'zi qo'chqoridan istayotgan bo'lsangiz, mana aka tavsiya qilaman, olib tashlang, maza qilib boqib, o'zidan xudo xolasa nasl tushirib yuring. Xudo xolasa akalar, mana u kalla tomonlariga, quloq tashlashlariga bir ahamiyat berasiz akalar. Xudo xolasa bo'ynlarida egiz tomonlarigacha bor ekan. Xudo xolasa yigiba chiqdi. Qulog'i 20 sm. Odamdagi o'lchab olishadi. Borgandan keyin o'lchab olishadi. Akalar, keyin yana bir qator mana dumba razrezlariga, oyoq kenglilari, stoykalariga, mana akalar, xudo xolasa bir qator oyoq yo'g'olilariga bir qator ahamiyat berasizlar. Qo'chqorimizni mana yuziga boshqatdan bir ahamiyat beringlar akalar. Xudo xolasa mana garmonos toza narsa, quloq oshlari o'ta kelgan, oq yuz. Qo'chqorimiz toza svetli. Xudo xolasa kimga yoqqan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa Husanboy ukamiz ishlaringizni bitirib beradi. Qo'chqorimizdagi stoykasiga o'zim ham ishqiboz bo'ldim. O'ta ham go'zal. Вообще zo'ridan, idealini yetkazib kelibdilar. Shalpon qulog'ini. Xo'p, bu tomonda urg'ochi qo'zi so'lig'imiz. Xo'p, urg'och qo'zi so'lig'imizni ham ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu tomonga ko'rsatingchi. Xudo xolasa mana. Yuzlariga ahamiyat berasizlar. O'zimizda qulog'ida en solingan ekan, lekin quloqlari shalpon quloq. Garbonoslarga bir ahamiyat berasizlar akalar, xudo xolasa. Qo'zlarimiz o'ta ham yosh, lekin juda ham bir stoykalik, o'ta ham bir go'zal so'liq. Xudo xolasa akalar. Uni bir joyga olib tashlang, xudo xolasa o'zlari nasllarni zo'rlardan tushirasiz. Xudo xolasa akalar. Tavsiya qilaman, olib tashlang. Turgan puldan foyda yo'q akalar, xudo xolasa. Qo'zlarga o'zimda ham bir ishqim ketdi. Mana jonivorni qaranglar. Orqa keti birday ekan, orqa keti birday ekan. Xudo xolasa dumbalari ham o'ta kelishgan holatda. Mana zo'r aka bu qo'ydi. Sifati ham zo'r. Qo'zimizning sog'lig'imizga ham ishqiboz bo'ldim. Qo'z sog'liqqa bitta ahamiyat berasizlar akalar, xudo xolasa. O'ta ham bir mashinasidan yetib ketdi. Oyoq kastaylariga e'tibor berasizlar. Turishi kerak. Akalar, bir tema-yu ular, xudo xolasa mana. O'ta ham zo'r ekan. Xudo xolasa Husanboy, Asrar aka. qo'zlarimizni yosh oyliklari qanaqa? Yosh oyliklari aka 4,5 oylik, 5 oylik. 4,5 oylik, xudo xolasa plus 4,5 5 oylikka yetmagan, ha? Ha, shunday. 5 oylikka yetmagan. Dumbalarda ortishida mana dumi, misol petmosi yo'q akalar qo'zimizda. Lekin toza ideal qo'chqor ekan. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar akalar. Qo'z so'lig'imizda ham mana akalar. To'shlarni ham bir qator ko'rsating-da. Mana jonivor. Bo'yin uzunligini qaranglar. Mana tumshuqqa bir ahamiyat berasizlar. O'ta ham bir go'zalini. Bu tom qo'chqorimizni ham to'shlarni ko'rsatingchi. Mana egiz tumorlarigacha bor qo'chqorimizda. Qiziqqanlar bormi? Mana aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ukamiz ishingizni bitirib beradi. Duo qilib boqasizlar. Xo'p, Husanboy, Asrar aka. bularda quloqlari necha santimetrda? Bugungi aka 20 borgadagi o'lchab olishaveradi. 20 ga garantiyasi bor. Garantiyasi bor aka. Xo'p, qo'z sog'lig'imizga 19 aka. 19, buni ham garantiyasi bor aka. Xudo xolasa o'lchab olasizlar.
Kalalariga bir rahmat berasizlar yana bir bor. Buni ham dumbar azizlari ham o'ta cho'tki, osilmagan dumbar, dumpum aralashmagan, oyoq kiyimlari ham zo'r. Xudo xolasi bo'ybaslarichi? Bo'ybaslari 80 plyusga olishaveradi aka. 80 ga olishaversin. 80 ga olsa. 80 ga olaverasizlar akalar, xudo xolasa. 80 dan kam chiqmaydi aka. 80 dan kam chiqmaydi. Mana qo'l sog'lig'imizga ham bir ahamiyat beringlar akalar, xudo xolasa. Husomi bu ikkovini bir yurgizib ham ko'rsatamizmi? Ha, bo'ldi. Mana jonivorlar akalar. Stoykalariga bir ahamiyat beringlar. Mana qo'zini qaranglar, xudo xolasa. O'ta ham bir mushinalarni qiziqqanlarga, xudo xolasa, ikkalovi bir joyga, xudo xolasa sotiladi. Hop, aloqaga chiqarasizlar. Husomi buni ajratilmaydi, bir joyga sotiladimi? Joyga olsin aka. Bir joyga olsa, o'zlarining ham ishlari oson bitadi, siz ham ishingiz oson bitadi. Ha, shunday. Xudo xolasa. Stoykalariga bir ahamiyat beringlar, jonivorlarni. O'ta ham bir go'zalini. Mana akalar. Tavsiya qilaman. Jupini olib tashlang, maza qilib boqing. Mana jonivorlar akalar. Xo'p, Husanboy, Asrar aka. yana bir ming maqtaganimizni o'zimizga negativ orttirib olyapmiz. Xudo xolasa, ekalovini bir joyga yengil qilib narxini aytasizmi? Ha, ikkovini bir joyga aytamiz aka. Ekalovini bo'ladigandek taqalgani oxirgisini aytasiz, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Gapiring Husanboy. Ikkoviga $1600 sanashadi, yetkazib beraman aka. Jupiga $1600. $1600 aka. Yo'l cho't beramiz. Husanboy taqalganini ayting. Bizga u hali oldi qochib qilmang. $1400 ga bitadimi ish? Yo'q aka. Bo'ldi, mana 1,5 mingga yetkazib beraman. $1,500 Samarqandgacha yetkazib berasiz. Vodiy ichiga so'rasa, o't berasizmi? Ozmoz o't berasiz-a? Bab baraka akalar mana. Vodiy ichiga bo'lsa, 1,5 mingdan ozgina xayrisi bor. Xudo xolasa, aloqaga chiqarasizlar akalar. Qo'zlarga lekin o'zimda ham ishqim ketdi. O'ta ham bir go'zallarni. Ikkinchi partiyamiz boshlayapmizmi? Ikkinchi partiyamizga aka, xudo xolasa, yarishga sovg'alar bor. Yarishga sovg'alar zo'ri. Xudo xolasa, ikkinchi partiyamiz boshladi. Boshladimi? Akalar, ikkinchi partiyamizni boshladik. Xudo xolasa, ikkinchi partiyamizga soni 4 dona. 4 dona aka. 4 dona o'ta ham go'zallardan. Bir-biridan go'zallardan akalar mana. Arashandi yarichkalarga ishqozlari, xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Mana jonivorlarga bir qadar ahamiyat berasizlar. Mana jonivorlar kalla garbonuslariga xudo xolasa akalar, qo'zlarda yarichkalarni istayap turadingizmi hojibo? Mana sizga tavsiya qilaman. Xudo xolasa olib ko'paytirib, xudo xolasa duo qilib boqasiz. Mana qo'zlar, garbonuslariga bir ahamiyat beringlar. O'ta ham mo'shinlarni yetib keldi, Husanboy. Mo'shinlardan keldi aka. Xudo xolasa tavsiya qilamiz obunachilarga. Ha, shunday aka. Bu yerda soni 4 dona. Bu yerda soni 4 dona. Videoni oxirigacha ko'rishsan aka, bundan keyingi aka bo'g'oz zo'rlardan chiqadi. Bo'g'oz solib zo'rlardan chiqarib beramiz. Chiqaramiz aka, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, bu yerda soni 4 dona. Bularda zotlari qanaqa Husanboy? Arashan aka. Xudo xolasa arashan sortdan. Shunday aka. Xudo xolasa akalar mana. Arashanni birinchi sortdan shiqoz bola qidiryaptilarmi? Mana tavsiya qilaman. Mo'y jonivorni kallalariga bir qator ahamiyat bering. Mana jonivorlar akalar. Xo'p, akalar bu yerda soni 4 dona, yosh oyliklar 4 oylik plus minus, xudo xolasa, bo'ybaslari 75 plus minus. Xudo xolasa bir joyga olib tashlab qo'ying, xudo xolasa o'ta ham bir go'zallaridan aytgan Husan ukamizga. Xo'p, Husanboy, bularda videomiz ko'p cho'zmaydi, yosh oyliklar 4 oylik plus minus a? Ha, 4 oylik. Bo'ybaslari 75 plus minus. Plus aka, shunday. Xudo xolasa. Bularda ham narxlari yengil bo'ladimi, xudo xolasa? Narxlari dolasi yengil bo'ladi aka. Xudo xolasa akalar, ana. Qo'zlarni qaranglar. O'ta ham bir go'zallarni. Xo'p, bunisini ikkitasini savdosi pishmay turibdi dedingiz. Xudo xolasa hammasini bir joyga olsa, yengilroq bitadi. Yengilroq bitadi aka, xudo xolasa. Xudo xolasa to'talasini bir joyga olib tashlasalaring, ishlaring yengil bitadi akalar. Qo'zlarni bir qator ahamiyat berib, telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Kanalga ko'pchilik obuna bo'lib kuzatyapti akalar. Obuna bo'lib kuzatsalaring, xudo xolasa mashinaqalari, xudo xolasa birinchi ochiribda sizlarga SMS tariqasida borib ulgurib olib qolasizlar. Jonivorlarni qaranglar mana. Go'zalliklari o'ta ham bir mo'shinlardan. Bir dona afg'onga arashan gibrid, lekin arashanga tortgan akalar, kalla garbonuslari ham o'ta mo'shni. O'ta ham bir go'zallardan aytgan ekan. Mana shu bir donasi afg'onga gibrid ekan akalar. Qo'zlarni qaranglar, jonivorlarni kallalariga bir ahamiyat berasizlar. Mana. Xo'p, Husanboy, bularda bir joyga narxini xudo xolasa yengilroq qilib aytasiz. Dastlabkasi ichida yetkazib beramiz a? Ha, shunday. Xo'p akalar, bularning narx-navosiga xudo xolasa yetib keldik. Husanboy, bularning narx-navosini xudo xolasa yengilroq qilib yetkazib beramiz a? Obunachilarga. Xudo xolasa yetkazib beramiz aka. Narxlarning oxiri taqalgani, so'ralmaydigan qilib aytaverasiz, xudo xolasa obunachilarimiz yo'qsa aloqaga chiqishadi. Bo'ldi, aka, Asrar aka.
650 dollardan yetkazib beraman. Yo 650 dollardan nima, xudo xolasa 600 dollardan bir joyga 1800 dollarga xudo xolasa yetkazib olib berasiz. Yo'q, Asror aka, 650 dollardan aka. 600 dollardan bo'lsa 2400 dollar pul bo'ladi, Husanboy. 1800 dollar deb kam so'rardi. Xudo xolasa 600 dollardan bir joyga yetkazib olib berasiz. Yo'q, Asror aka. Kim taqaladiganini aytdim aka. Taqaladiganini aka 620 dollardan yetkazib beraman. 620 dollardan Samarqandga dostavkasi ichida sizda. Amab baraka akalar, xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. 620 dollardan, lekin qo'zlarimiz arziydi. Xudo xolasa aloqaga chiqsalaring, Husanboy ukamiz yetkazib olib beradilar. Dumbalari o'ta go'zal holatda. Qo'zlarimizga bir xatar rahmat berasizlar. Xo'p, akalar, 3-partiyamizga mana bunaqa arashandi tozalaridan, xudo xolasa birinchi sortlardan yetib kelgan bo'g'oz sovlilardan, xudo xolasa Husanboy ukamizga. Xo'p, Husanboy 3-partiyamizga soni 10 dona shikiliga. Ha, 10 dona. 10 dona akalar, xudo xolasa ana qo'chqorimiz qo'shilib ketib qolibdi. Mana qo'z sovlimiz ham qo'shilib ketib qolibdi ichiga. Bular addenli tema bo'ldi, xudo xolasa akalar. Mana arashandi bo'g'oz sovlilariga shikoyatlari bo'lsa, yirik, o'ta ham 90 plus, xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, jonivorlarga bir qator ahamiyatini berasizlar akalar, xudo xolasa o'ta ham bir go'zallardan, mushtinlardan yetib kelgan Husanboy ukamizga. Toza oq yuz, mana dumbarazlari cho'tki holda, xudo xolasa Husanboy ukamizga yetib kelgan. Akalar, bo'ybaslari ham o'ta ham yirik sovliqlar, shikoyatlari, xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Husanboy, bu yerda soni 10 dona, bo'ybaslari yirik ekan, xudo xolasa. Bo'ylari, xudo xolasa akalar, yirik sovliqlarga shikoyatlari bormi? Mana akalar, tavsiya qilaman. Olib tashlang, xudo xolasa. Bularni bitta-bitta qilib olib chiqqan akalar, to'g'risi gap. Vaqtimiz, videomiz ko'p cho'zilib ketib qolgan. Shuning uchun akalar, xudo xolasa ko'rib nega olib qo'ya qoldik. Xo'p, Husanboy, bu yerda soni 10 dona, hammasi Qirg'izistonning bo'g'oz sovlilari. Qirg'izistondagi bo'g'oz sovlilari aka. Bo'g'oz sovlilari, xudo xolasa. Yosh oyliklari bu yerda 2 tish, 4 tish, 6 tish. 2 tish, 4 tish, 6 tish holatda. Ha, shunday aka. Xudo xolasa o'zlariga aloqa chiqsa, xudo xolasa bo'ybaslarini o'lchab, chiroyli qilib tushuntirib, Xudo xolasa tishlarigacha ko'rsatib aka. xudo xolasa. Akalar mana sovlilar, lekin haqiqatdan o'ta ham yirik sovlilar. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Bo'ybaslari ham 95-90 plusda. Hop, qiziqqanlar, mana toza oq yuzlaridan, oq kelalardan. Husanboy, bularda bir joyga narxini aytamizmi yo addan narx aytamizmi? Bir joyga aytamiz aka. Telefon qilsa, keyin kelishib beraverasiz, Ha, shunday aka. xudo xolasa. Bu yoqqa judaynchana. Xo'p akalar, kimga ma'qul kelsa, xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Tavsiya qilaman. Ammo Qirg'iziston sovlilarini ko'pchilik hoshtalarni olishib, xudo xolasa barakada o'shyapti. Qo'zlarni yaxshi tushirishyapti. O'zimiz ham boqyapmiz akalar, xudo xolasa qo'zlarni zo'ridan tushyapti. Hali egizak sovlig'imiz ham tug'di, Husanboy. Tug'di aka. Xudo xolasa egizak sovlig'imiz, boqilyapti turgan sovlig'imiz ham tug'di. Xo'p, bularni soni 10 dona bir joyga narxini xudo xolasa yengilroq qilib qo'yib berasiz, Ha, xudo xolasa narxini yengilroq qilib qo'yib berasiz. ha, shunday aka. Xo'p, Husanboy, bir joyga narxini oxir taqalganini aytib o'tib ketasiz. Taqalgan aka 9.200 ming so'mni yetkazib beraman aka. Taqalgani 9.200 ming so'mdan bir joyga aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa akalar. Bitta olsa ham ishlar bitirib berasiz, xudo xolasa. Akalar mana. Bozorda ham o'zimiz mesin sovlilar akalar to'g'risi gap, yaxshilarni 10 milliondan bermayapti. Lekin Qirg'iziston mana sovlilarni zo'rlarini, xudo xolasa 9.200 ming so'mdan, xudo xolasa hammasini bir joyga olsalaring, xudo xolasa xayri sunnati bor o'tib berasiz. Ha, xudo xolasa telefon qilsa, yerimni beraman. Mana akalar, xudo xolasa. O'ta ham bir mashinlardan. Quloqlari ham o'ta zo'r lokatorlarni ham ko'p. Akalar, videolarimiz xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz akalar. Xudo xolasa videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like, kommentariy yaxshi dolar qoldirsalaring. Xudo xolasa bundan ham zo'rlarni olib berishga, chiqarishga sizlarga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammamiz joyimizni mana shunaqa qo'ylardan 100 talab, 1000 talab boqish nasib qilsin.